Hürmetlik Şərq Türkistanlı qarindoshlar. Şərq Türkistan xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 11 sentabr payshanba kuni 11 sentabr vaqəsinin 24 yilligini xotirladi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin ijtimoiy axborotda 11 sentabr e'lon qilgan buningga aloqador bayonotida mundaq deyildi. Bu ahamiyatli xotirlash kunida Şərq Türkistan sürgündə hökuməti dunyoni unutulg'usiz darajada o'zgartirib o'tgan 2001 yili 11 sentabr kuni yuz bergan terrorlik voqeasida qazo qilgan barliq qurbonlarni eslaydi. Şərq Türkistan uchun 11 sentabr voqeasi Xitoyning terrorlik bilan kurash qilishni suiiste'mol qilib, irqiy qirg'inchilik yurgizish va mustamlaka qilish harakatini qonunlashtirgan yangi bir azobning boshlang'ichining beshorati. O'tgan 24 yil mobaynida Xitoy davlat tashkillagan terrorlik, irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi. Uyg'ur yezillarini qirg'in qildi. Sharq Turkistonni harbiylashtirilgan nazorat davlatiga aylantirib, millionlab Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiya xalqlarini turmalarga soladi. Bu qilmishlar millionlab xalqimizni qul qilish, necha yuz minglagan Sharq Turkiston ayollarini tug'mas qilib etish, ariyle necha 10 minglagan yoshlarimizni organlarini yig'ish uchun o'ltirishni o'z ichiga oladi. Xitoyning davlat tashkillagan terrorlik va irqiy qirg'inchilikdagi bu vahshiy harakat bizning kultur, diniy e'tiqod va milliy kimligimizni, shundoqla xalqimizning mavjudligini yo'qotishni maqsad qiladi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti Xitoy davlati tashkillagan terrorlikni o'z ichiga olgan barliq terrorlik harakatlarini qat'iy ayblaydi va ziyonkashlikka uchirg'uvchilarga adolat talab qiladi. 1997 yili dekabrda Nyu-Yorkdagi Dunyo savdo markazida Sharq Turkiston bayrog'ining lapildigan Sharq Turkiston bilan hamkorlik va Xitoy ishg'oliyati ayblangan simvollik harakatni minnatdorlik bilan eslaydi. Aradan 2 yil o'tgandan keyin 1999 yili 2-oyda Xitoy cheksiz urush prinsipini o'tirg'a chiqargan bo'lib, bu Xitoyning Amerikaga va o'r dunyoga qarshi texnik keng ko'lamdagi urush strategiyasining bir parchasi sifatida Dunyo savdo tashkilotini nishon qilish uchun terrorizmning qo'llanilishini ochiq-oshkora talab qiladi. Biz shuni qat'iy ta'kidlaymizki, Sharq Turkistonning qonunliq ko'rishi mustamlakachilikka qarshi milliy ozodlik ko'rishi bo'lib, xalqaro qonun tarafidan kapolatga ega qilingan. Bu kurashning terrorlik, oshqunlik, bo'lgunchilik, diniy asabiylik bilan va ya Xitoyning mustamlakachiligini oxirlashtirish, adolat va erkinlikni qo'lga keltirishdagi qonunliq talablarni shaytonlashtirib, jimiqtirish maqsadida tashviqot quroli sifatida qo'llangan boshqa atalg'ular bilan qilchimi munosabati yo'q. Sharq Turkiston xalqi irqiy qirg'inchilik, terrorlik va mustamlaka zo'ravonligining eng cho'ng ziyonkashligiga uchraganlarning biridir. Biz xalqaro jamiyatni Xitoyni davomlashayotgan mustamlakachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat jinoyati uchun javobgarlikka tortishga, Xitoyning ta'tir tashviqotini rad qilishga, Xitoy mustamlakachiligini oxirlashtirish, adolatga erishish va davlatning egilik huquqini asliga keltirishdagi qonunliq izlanishida Sharq Turkiston xalqining yanida turishga chaqiriq qilamiz. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin muavin prezidenti Sayragul Savutbay Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişini Sharq Turkistonda Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qildi. Yapon vaqti xabar torining 10 sentabr kunidagi xabarda aytilishicha, Uyg'urlar va kishilik huquq tashabbuschilari seshanba kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashi doirasidagi ommaviy tashkilotlarga qatnashib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq boshlig'i Volker Turkni Beyjingga bo'lgan besimni oshirishga chaqirdi. Shundaqla Xitoyning atalmish Xinjiangdagi qiynash va keng ko'lamdagi ziyonkashligi to'g'risidagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2022 yillik doklatiga qarata yer sharviy xarakterli harakatning yetarli emasligini aybladi. Volker Turkdan ilgirki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq boshlig'i Mashal Bachelet 2022 yili 8-oyda doklad e'lon qilib, Xitoyning atalmish Xinjiangdagi qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Beyjing tarafidan qattiq tanqid qilingan bu dokladda atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa musulmon Turkiya xalqlariga qaratilgan qonunga xiloflik qilish qilmishlari, jumladan keng ko'lamda qiynash va xohlagancha tutib turish qatorliq ishonchlik ayblashlar bayon qilingan. Xitoyga qarshi kishilik huquq qo'g'dug'ichilar tashkilotining raisi Sofiya Rojarson bu qonunga xiloflik qilish qilmishlarining keng tarqalganligi va sistemlik ekanligi aniq dedi. Shundaqla Volker Turkni kengashga bu ahvolni jiddiy tunishtirishga chaqirdi. Bu masalalarni qanday hal qilish to'g'risida tavsiyalarning kam emasligini,
Eksik bo'layotgan narsaning yuqori darajadagi komissar va a'zo davlatlarning jasur shundoqla harakatchan rahbarligining bo'lmasligini aytdi. Volker Türk ishxonasi Fransiya axborot agentligiga o'zining bu masalani Beijing va kengash oldida qayta o'tirib qo'yganligini ta'kidladi. Volker Türk dushanba kuni kengashga atalmish Şinjandagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarning huquqini qo'g'dashda biz qo'lga keltirmoqchi bo'lgan ilgirlash tex ko'rilmadi dedi. Bayonotchi Ravina Shamdasani elektronlik xatda aniq qilib aytganda biz dokladimizning bayqashlari, tahlillari, xulosalari va tavsiyalarida ching turamiz. Bu ig'ir kishilik huquq dafsanchiligining ziyonkashligiga uchraganlarning adolatga erishishi eng muhim degan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin prezidenti Sayragul Savutbay xonim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashini Sharq Turkistonda Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qilib mundaq dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin prezidenti va Xitoy irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan lagerlardan qutulib chiqqan, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning ko'zga ko'ringan shohidi bo'lish sifati bilan ovozini chiqarishga chorasiz qolgan azob oqibatlar ichida to'lg'inayotgan millionlagan kishilarga vakolatan so'zlayman. 75 yildan ko'proq vaqtdan buyon Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlar Xitoyning rəhimsiz işğaliyeti və müstəmləkəsi ostida azob oqibatga duchor bo'lib kelmoqda. Shundaqla Xitoyning bo'shashmay elib berayotgan kulturi, kimligi va mavjudligini yo'qotish tirishchiligining qurboniga aylangan vaziyatda turmoqda. 11 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoyning atalmish xalq urushi, keng ko'lamli tutqun qilish, turmalarga qamash, majburiy emgakka silish, keng ko'lamda tug'mas qilib etish, a'zolarni yig'ib olish va 1 milliondan ortiq bolani oilasidan ayirib etishni keltirib chiqardi. 5 yil ilgari Sharq Turkiston surgundi hukumati va irqiy qirg'inchilikdan qutulib qolganlar xalqaro jinoiy ishlar sudiga rasmiy arz sungan. Dunyo miqyosidagi necha 10 parlament va hukumat 4 yil ilgari bu qilmishlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb jakarlagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 3 yil ilgari insoniyatga qarshi jinoyat deb oriflashtirgan bo'lsa-mu, adolat yanala Sharq Turkistonga yetib kelmadi. Harakatsizlik irqiy qirg'inchilikning davomlashishiga yeshil chiroq yoqib berdi. Xalqaro jamiyat Sharq Turkiston xalqini qasddan mag'lubiyatga uchratdi. Qo'g'dash mas'uliyati ixtiyoriy emas, bu bir asosiy majburiyat. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik ahdnomasining ro'yi bo'yicha irqiy qirg'inchilikning yuz berishining oldini olish va uni jazolash qonuniy va axloqiy majburiyatdir. Agar kishilik huquqni qo'g'dashga haqiqiy sodiq bo'lib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning haq huquqini qo'g'dashga samimiy ko'ngil bo'ladigan bo'lsa, biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasi va Oliy komissar Volker Türkning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan Xitoy katibaşlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyatini tekshirish va da'vo etishni talab qilishni o'tinamiz. Biz yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro jamiyatning Xitoyning davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyatining manbasi bo'lgan Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olish va mustamlika qilish qilmishi bilan kurash qilishga, xalqimizning mustamlikachilikdan qutulib, tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'g'dash ko'rishini qo'llashga chaqiramiz. Adolat kutib turmaydi. Vatan ozodligi yo'lida dushmanga o'rtaq qarshi turishning hamdamchilik va kuchni birlashtirishning irqiy ayrimisi, sinfiy tavasi bo'lmaydi. Partiya yoki tashkilot ayrimisi texmi bo'lmaydi. Insoniyat tarixining siyosiy harakat tajribalarining o'rtaq yakuni shu. Jang shiddatlanganda saflar birlikka keladi. Dushmanning yoqasiga qo'l uzatqidek hali yo'q chog'da o'z tangdan eriqlarga bo'lib tashlangan oqar suvdek iqimdan iqimlarga ajrab bo'linib va ko'payib mangdiq. Farqli shuarlar ostida maydonga kelgan tashkilotchilik modisi hujayra misoli qo'llab keldi va bu orqali goh to'qinish, goh raqiblashish, goh hamkorlashish shaklida ko'p xillashishga va farqli shuarlar orqali vatan millatning ovozi bo'layotganligimizni ifodalashga tutindik. Nima uchun? Chunki vaziyat sharoit shuni taqozo qildi. Chunki dushman kuchlik tarqalib harakat qilish zarur bo'ldi. Chunki birimizning yo'li taqalsa, yana birimizning ochilgan yo'li orqali kurashni to'xtatib qo'ymaslik kerak bo'ladi. Chunki dushman razil, birimiz yiqilsak, yana birimiz darhol qadamni tiklab, lapildayotgan bayroqni yanama egiz ko'taradigan. Chunki dushman razil, birimiz yiqilsak, yana birimiz darhol qaddini tiklab, lapildayotgan bayroqni yanama egiz ko'taradigan. Dushmanning g'alaba tushini barbod qilishga yaraydigan vatan o'g'lonlarining tugab qolmaydiganligini ko'rsatib turish kerak.
Bularni nazarga oldik. Bu ko'payish va turkumlashishning dushmanning yoqasiga qo'l uzatib qolmay yana sonsizlagan qo'llarning tegish qilishiga fursat yaratish uchunligini vaqti kelganda birla chaqiriq bilan taraf-tarafdan chiqib dushmanni bo'g'ishga yaraydigan afzallik ekanligini. Aksicha uning ishqa oshmaslik uchun ko'payish va turkumlashishning dushmanning istaklariga moslashadigan ularning uyqusini aromida qilishga yaraydigan eshimli kuchlarga aylanib qolishiga yo'l qo'yilsa bo'lmaydiganligini nazarga ilib ketmadik. Burhan Muhammadning aktiv mazlumlik va passiv siyosatbozlik nomli maqolasidan ilindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.